Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya da sırğacı rozu. Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islağa 2022 yıl 11. ayının 1. günü vatandaşım. Bugünkü vaziyetten iki kız gep kılsak. Hazır kitip kelgen haber yoki torbet kitip kelgen haberler video filmlarga qo'yilgan mavzular tarixning burilish nuqtasiga yetib keldimi? Xo'jintowning ichki siri oshkorlandi. Xi Jinping xandallık gömürlüştün burunqi vaziyetni yarattı. Amerika-Jungo münasibeti odatdan tashqari xatarlik bir mezgilga kirib keldi. Video film Jungoga nazar 17 minut ilgari 11. ayının 1. günü YouTube vatandaş. Yani bir mavzu, video film mavzusu. Çünkü Kompartiyasına ciddi bir vakit içinde gumran buludu. Sen teyarlık kılıp koydun mu? Bu cemmin. Tamını örüp taşlaylı. 11. ayının 1. günü YouTube. Hayran kaldı etraf. Xi Jinping küçep baktı. Gumran buluş vakti yetip geldi. Runyan'ın dünyaya nazarı. 2022 yıl 11. ayının 1. günü. Endi vaziyetinden bugün vatandaşlara sözleydiğimiz leksiyemiz bu 11. ay. 11. ay içinde Uygurlar tarixte şan-u şeref yaratkan, özüge yarışa, özüge kerek bolgan, özü ihtiyaclık bolgan, kısa müddetke bolsun devlet kurgan bir aydır. Tarixte 11. ay, yani şundak bir aydır. 11. ay deyli, bundan burun bu devletler mesela Yakup Bey, Akmiçet vakasından keyin yaki Çar Rusiyaga yengilib, Qashqariyaga o'tib 1865 yili Yakup Bey devletini kurup çıktı. O bütün Uyg'uriston'ni birlik keltirdi asosiy jihatdan. O ili sultanlığı, Alaxon sultanlığı territoriyasiga yetib kelgicha bo'lgan arliqda Çar Rusiyaning atalmış Türkiston gubernatori Kopmamma nima der ismini unutib qoldim. Gubernatori Uyg'uristonning ili o'lkasiga tajovuz qilib Alaxon sultanlığını yo'qotdi. Tarixmi shu. Sabit Uyg'urining Uyg'urnoma mavzular kitabını okusanız nayta tefsir, nayta konkret tarihi materyallarla uçurusuz vatandaşım. 3 qatımlıq kurulgan devlet. Yakup Bey'nin bu devleti Sabit Damıllam'ın Uyg'uriston Xalq Cumhuriyeti. Azər bunu Sultan Mahmud Kaşığari 3 qatım kurulgan İslam Cumhuriyeti deydi. Yok isimni qo'shib olmayli. Siyaset bo'lsin, din bo'lsin. Yok isimni yana bir isimga yondashtirib qo'shib olmayli vatandaşlar. Yani sizlar ko'rgan bo'lsanglar balki shundaqda men ko'rmagandiman. Bu to'g'rida hech qanday yozma hujjat yoki yozma material yo'q. Agar bo'lsa hemen sizlarga rahmat aytaman, shu materiallarni ko'rib boqsam bo'ladi. Sultan Mahmud Kaşığari efendim. Nimimiz zürüriyet top kaldı mesela.
Başka dünyada başka devletler devlet kurdu iken, devletning ismi ya cumhuriyet bo'ladi ekan, ya padişahlık bo'ldi ekan, ya birnin bo'ladi ekan. Onaga dini itiqadini qo'shib olmaydi ekan qo'y. Sizlar nima ish qo'shib olasizlar? Men buni tushunmayman vatandosh. Bu ishlar muyunda turib tursa, endi hozir shu 11-oyda Uyg'urlar davlat qurgan oylar ekan. Hozir ko'ryapsizlar vatandoshlar, vatan ichida Xitoy. Masalan, biz tunigun dedik, Bangladeş'ten o'q chiqarib bostirib yo'qotmoqchi bo'ldi Uyg'urni. Çin çengo ceza lagerlariga yo'qotmoqchi bo'ldi Uyg'urni va yo'qotdi Uyg'urni shundoq. Bugun qamal qilish bilan mashhur Uyg'urni yo'qotmoqchi bo'lyapti. Uyg'urning beshida kun shu. Chet ellarmi tinch emas vatandoshim. Angladinglar yaqindan biri Erkin Osiyo Radyosu'na Uyg'ur bilim beryapti-ki, chet ellarda 50 davlat hozir 50 soxta panketi Xitoyning kompartiyaning soxta panketi qurilib bo'ldi. U sizga tahdid, bizga tahdid. Vatan deganlarga, millat Uyg'ur deganlarga, biz Uyg'ur dunyoda Uyg'ur bo'lib yashaymiz deganlarga tahdid, soxtaning tahdidi, siyosatning tahdidi. Shundoq hozir chet ellarda nima uluschilik, nima bo'lishchilik, nima to'g'rischilik inkor qilish. Uyg'ur degan millat yo'q edi, Uyg'ur degan davlat yo'q edi. Hech kim Uyg'ur deb davlat qurib boqqan emas. Nadadadlik islah. Fikr qilinglar-yu, nazariy so'zlanglar-yu, fikr qilinglar-yu. Fikringlarda bir asos olsun efendiler. Tunigungacha 18-asrgacha milodining dunyoning hech qanday davlatiga hukm yo'q. Bir Amerika Qo'shma Shtatlari, bir Fransiya, bir Angliyadan boshqa hech qanday bir yerda davlat degan hukm yo'q. Davlat 18-asrda paydo bo'ldi efendiler. Ondan burunqisi beyliklar, xonliqlar, solalalar, sultanlıklar, padişahlıklar. Bu şu devletlerin kuruluşu da milletin ismi yok vatandaşlar. Tarih ana şunda devamlı gelgen idi. Fakat 18. asırı kirgendiyken Avrupa'da götürülgen milli uygunuş, siyaset, demokratik iddialar bilen ki uygunuş esli Aristotel devirden başlangan bolsa bu garipte. Deki en şiddetlik uygunuş devri 18. asırda devlet hükümü 18. asırda peyda oldu vatandaş. Mesela sizler hükümranlık kılıvatkan Xitayning yüzüge qaranglar, Dastlabki Xan. G'arbi Xan, Sharq Xan deydigan ikki davlat vardı. Xan agar Xan zona davlat qurdi desam, mushkisini davlat desanglar bo'ldi. Uningdan keyin nima Ming sulalasi, nima Qing sulalasi, nima Yuan sulalasi, nima Sui Tang davri, hammasi sulala xalqlar davlat emas-ku. Şu vaqt uchun davlat, lekin bugungi davlat tushunishdi, davlat emas-ku vatanda. Uyg'ur degan ism bilan davlat qurib boqmagan degan xonim va tarixchilarimiz dal mushu nuqtada Uyg'ur degan qandoq davlat qurdi, qandoq xalqlarni, qandoq ism bilan varaqlab ko'ringlar deyman, tarixni o'qinglar deyman. Ve sizlardek tarixshunos emas yoki sizlardek tarix tadqiqotchisi emas. O'qinglar, tarixni yaxshi o'qinglar. Uyg'ur davlat qurmagan desanglar aqmaydi. Dunyoda har qanday millatning bir davlat qurish tarixi bor. Har qanday millatning. Agar o millatlar bo'l shakllangan bo'lsa. Uyg'ur almisaqdan tortib hozirgacha millat bo'lib yashab kelayotgan millatdir. Uyg'ur degan yo'q edi, Uyg'ur degan ism yo'q edi, Uyg'ur degan davlat qurmagan edi. O'zingizga tutib oling, Buxoriy efendi. Şu caydili özünüzü tutuverin. Vatan içinde Uygur'unu yoktu de siz chet elde Uygur'unu yoktu Uygur yok diye akmaydı, aktıramayısınız. Şu Bukhari ornunuzda gelip kalırsınız, başka şey yok. Kolunuzdan gelediğin iş yok. Vaktince davran kıp bakısınız. Alıta falan götürüp bakısınız, şu yerde kalırsınız. Şuna biz 11. ayını Uygurlar devlet kurgan köyün dese biz
Bugün sizlerge tayyorlab kelganlik şeyimiz vatandaş. Devlet nima? Devlet qandaq? Bütün nazariyalarni yakib, bütün paylasoplarning so'z-so'zini bir yig'ib kelgili bo'lmaydi. Men faqat o'zim ko'radigan, yaxshi ko'radigan bir paylasop Germaniyaning 18-19 asrdagi paylasopi Hegel va shuningga yondashgan Fransiyaning paylasopi Montesquieu. Yana boshqa paylasoplarni ham shu 11 ichida men bunda qirg'in vaqt hozir kichikkin bir ishlarda xotirjam bo'lib qolgandek emas. Vaziyatga qarab o'ltiribchi. Chunki Kompartiyasi bugun yoki ertaning ichida gumron bo'ladigandak bir sezgining ichida yashayapman. Şunlaş özümni sal boşqa qo'yib berib, endi mushu masalalar to'g'risida masalan davlat dema. Davlat qanday quriladi? Davlat qurish kerak bo'lgan axloq etikalik asoslar nima? Davlat qurish eng zarur bo'lgan millat, ya'ni milliy ruh degan zot nima? Davlat qurishning asosi va davlat qurishning kafolati. Mushu masalalardan fikrlashib vatandoshlar bilan Uyg'urning yaqin zaman tarixi va Uyg'urning 20-asrning oldingi va keyingi yarmi degandek 19-asr va 20-asrning boshlari oxiri degandek 3 qitim davlat qurganligi endi bu sir emas. Boshqalar inkor qilaman deb qilolmaydi. Lekin bu yerda gap nima desa bu davlat hozir yo'q. Uning nupuzi yo'q. Onun nupuzu, devletinin nupuzu yo'qolgandan devlet mi yo'qoladi? Tarix shu. Chirganki Çar-Rusiya. Ko'rib bakkan vatandaş. Tunenki Xitoy, Kuomintang, Cumhuriyet ya ondan burunqi Manching. Hammasi devlet yo'qolgandan onun nupuzu mi yo'qoldi? Devlet qurg'uchi millatning ismi yo'qoladi. Dunyo shu. Qachoniki millat siyosiy sahnaga chiqadi ekan. O milletinin ismi mi siyasi sahneye çıkıdı, okurdan devlet mi siyasi sahneye çıkıdı vatan. Şunlaşkan bu şu vaziyet aldı da hazır, gap nim bulup kaldıysa vatanı içinde Uygur degen milletini qoğdaplı kalmay. Hazır chet ellerde mi Uygur degen milletini qoğdaşlı doğru kilovatır. Hatta Uygur açkan bu yol, Uygur tapkan bu yol, Uygur özünün davasını Amerika Devlet Kongresi yaka devlet meclisiga elip kirgan bu yol, başlap kirgan bu yol hazır Uygur Müslüman deydigan Müslümanchilik ichida Uygur yo'qolyapti. Uygur Türk deydigan Türkchilik, Türkistanchilik ichida Uygur yo'qolyapti. Uygur degan ism yo'q, bu ismlarning ichida ism yo'q. Shundaqmi Uygur davlat qurmagan Uygur degan ism yo'q degan gapsa Uygur yo'qolyapti. Men Uygurni qo'g'daydigan odam, Uygurni qo'llaydigan odam, men o'zim Uygurman. Yalnızma Uygurning büyük shoiri Tiyipchan Eliyov rahmatli, Uygurning mutafakkiri Tiyipchan Eliyov, agar dunyo o'ngtay oxir zaman bo'lib, bir odam eshib qoladi desang, shu kishi men. Beshimga qarasam, beshimda Uygurning badam doppisi bor degan edi shoirimiz Tiyipchan Eliyov. Mana shu ruh bo'yicha biz qanday qurdik 11-oyda, tarixning 11-oyida qanday davlat qurdik. Endi eng muhimi vatandosh, siz savol qo'yib boqinglar. Qani bu davlatda bir savol qo'ying. Javobni o'zingiz topolmaysiz, materiallarga qarang. Materiallardan topolmasangiz yana izdining tarix desangiz baga qarang. Tarixdagi atogin so'zlaymiz, tarix zada qandaq narsa deganlar. Tarix bu fan qandaq narsa degan narsa atogin so'zlaymizlar. Tarix sizning oldingizda shu, so'zlaganda shu, yozgani shu obiket yoki bir hodisalar yoki qalaymaqon hodisalarning yig'indisi yoki tartibli hodisalarning yig'indisi. Bunu elbette tarix felsefesi retlep çıkıdığan bir hadis, bağ verdiğin bir hadise vatandaşım. Muşu peylasoplar tarix doğrusu ne mi dedi? Tarix sadece kandak mesela. Bunu asas silahı sözleyimiz. Başta ettim, biraz üzem boşap kalgandak vaziyetinin yaxşılığıdan
Üzem boşap kalgandık. Endi muşundaq meseleler boyunca ayrım leksiya qilishdi. Üzem oylab qaldım vatandaşlar. Allah halisa muş hep hazır divitey beni şunaqda. Hazır bizim şu YouTube torbetlerimizde Uygurların şairi ve şaireleri oturup çıktı. Tuyuksuzluk görüp kaldım aldımdaki birine cevapçısı da. Bularning dünya karşıdaki özgürüş, bularning alem karşıdaki özgürüş, millet tuygusudaki özgürüş de alem şumul özgürüş. Asıl bulganda köründü yüzümge. Şuna bunun vədi birey küçüm yetemdi yetmemdi. Aldığımızdaki şembide ben bu şairlerimizden şiirleri doğrusudur mu toxtulum hemdi vatandaşım. Bugün devlet doğrusu varmışım tüvendi sözleyimiz devlet.